eng arzon vodiy kanalımızda arzon narxda Spark avtomashinamiz keldi. Ikkinchi paytsa mexanikasi, ABS konditsionerlar ham ishlab turgan ekan. Mashinamiz tashqi yaxshi holatda. To'rtta balolar ham o'rtacha holatda ekan. Mashinamiz salon sferi ham akkuratniy. Chiroyli chiska qildirib olsani zo'r holat keladi. 2011-yil 360 ming probegda opshalari zo'r holatda. Toza chexollari, barlari, koriylari, najgar pultlari, 4-pokoleniya propan gazlari 360 ming probegda salon sferi yaxshi holatda turibdi. Urin park etmagan. Shunaqa. Kraskasi bitta shu orqa eshigini yarmida, bu tomonda ham orqa eshigini yarmida kraskalar bor ekan. Nari tomon kriloni arkasida rektoka qilingan joyi bor ekan. Kapotni uchida ham shunaqa holat joyini ko'rdim. Ichlariga umuman o'tmagan. Kichkina nuqson joy tegizdirib qo'yishibdi. Qolgan joylar toza ekan, egalardan ishlab bo'yicha o'zlari minib yurgan mashina, o'zingizlar ham ko'rib tekshirib keyin atarsa pulini berasizlar. Motor hadovalarda ishlar yo'q ekan. Mashinamizga gen daveri sapon xohlagan hujjat bo'ladi. Narxi ham $3450 ga beraveradi.